Videoni boshqa qo'ysangiz ham mayli. Bekorchi, ishni bilmaydigan, apparat terish bilmaydigan, bu qanday teriladi, qanday qo'yiladi degan gap kerak emas menga. Qo'ldan keladigan specialist ustalar telefon qilsin. Staji bor. Staji bor ustalar telefon qilsin. Uyda diagnozini olay degan. Rossiya davlatlarida tergan, Qozog'istonda tergan, Koreya davlatlarida tergan tajribasi bor ustalar kelib teraman desa, ishlayman desa, ish bor ekan. Mana shu fundament ishi. Fundament ishi. Faqat Lego taqilib faqat apparat teradi. Traktorimiz beton meshalkamizni o'zi qorib ichiga to'kib beradi. Mana shu 30 kubga 3 soatda quyib beradi aka. Ya'ni arendaga ishlasam bo'ladi. Oyiga mana shuncha beraman deb turib kelib, realni gaplashsa, traktorda ham apparatlarni ham arenda beramiz. Usta puli nech pul bo'ladi? Usta puli agar mana shu qo'ldan keladigan bo'lsa, normal ish qilib beramiz aka. Xolasini 2 soat bersin, xolasini abisiz bersin. Apparatga yechadi, to'g'rimi? Shunday. Yechadi, kerali yechadi. Sraz pulni sanab beraverasiz. Sraz sanalar. Havolar isib, mana sezonlar boshlandi. Assalomu alaykum, Savdo obzor kanali obunachilari. Ko'rishingiz mumkin, hozir bitta fundament quyiladigan joyga kelganmiz. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad, ya'ni ustalar kerak ekan. Videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, biz Shohimirzodan batafsil ma'lumot olamiz. Rahmat. Shohimirzo, xudo xolasa fundament joyimiz bu. Shunday aka. Bizlarga qanaqa ustalar kerak? Bizga aka qo'lda qorib, betonda apparatga, cho'plik apparatlarni, temirli apparatlarni qorib, u ishlarimiz to'xtadi o'zi, kuyapti. Ustolarimiz qiynalgani uchun biz mana shunday traktor texnikalar olib kelganmiz. Ya'ni mikser, beton meshalka. Meshalkamiz qo'lda quyilmaydi, ya'ni mikser aralashtirib beradi. Shunday. O'zini kavushi bor. Sementni ham mana shunday jatkasiga uradi, sement o'zi tushadi ichiga. Uni sement solinmaydi, o'zi solinadi. Shag'allarimizda ham, gravurlarimizda ham o'zi solinadi. Bizga asosan shibyonka, atsep kerak emas. Shag'al ham bo'laveradi aka. Mana shunday shag'allardan quyaveramiz. Bizga faqat aka mana shunday Lego apparatlarimizni Koreya davlatidan kelgan. Mana shunday universal apparatlar 40 lik, 30 lik, 50 lik hammasi ketaveradi. Tayaga bitta siq qo'yiladi, ustiga bitta skopnik qo'yiladi. Skopniklardan esa qo'yamiz mana shunday. Keyin aka bu apparatlarimiz 30 kubalik. 30 kubalik. 30 kublik. Agar mana shuni tergan, Rossiya davlatlarida tergan, Qozog'istonda tergan, Koreya davlatlarida tergan tajribasi bor ustalar kelib teraman desa, ishlayman desa, ish bor aka. Mana shu fundament ishi. Fundament ishi. Faqat Lego taqilib beradi. Faqat apparatga teradi. Traktorimiz beton meshalkamizni o'zi qorib ichiga to'kib beradi. Mana shu 30 kubga 3 soatda quyib beradi aka. Xolasini 2 soat ter bo'lsin, xolasini abitga tersin. Abitgacha tersin. Zo'r lekin ko'rishingiz mumkin, qiyin ish emas. Boyagidek faqat apparatga teriladi. Betonga kelganda mana traktorlar bor, o'zlarini traktorlar bemalol tayyor betonni quyib berishadi. Keyin bitta yechadi, shu-da ishi, to'g'rimi? Shu, teradi, yechadi, tamom. Buni ichiga keyin blujnik solinmaydi. Soljon aka, buni ichiga blujnik solib, charchab nima qilmaydi aka. Blujnikni traktorda o'zi soladi. Blujnik solinmaydi aslida bunga. Faqat gravur solinadi. Aralashib tayyorlaydi, как mikser. Qarang, ya'ni ustalarda ishi apparatga mana kotlovan kovlanadi, kovlab beradi, armirovka qiladi, apparatgamizni qo'yib beradi. Shunday. O'rvinga, to'g'rimi? Shunday. O'rvinda qo'yib bersa bo'ldi bizga. Qaydadir bor aka, armaturovka qo'yilmaydi ichiga. Kimdir qo'ydiradi. Bizga uni farqi yo'q. Biz ko'piga pul olamiz. Joyiga kelsa metrga pul olamiz. Keyin qarang, bu usta puli nech pul bo'ladi? Usta puli agar mana shu qo'ldan keladigan bo'lsa, normal ish qilib beramiz aka. Xolasini 2 soat bersin, xolasini abisiz bersin. 3 million beramiz. 5 ta, 4 ta usta bo'lsa bo'laveradi. 3 million, ya'ni bitta fundament. Shunday, Bitta mana shu 30 kubalik tersa 3 million beramiz. Mana shu joyga. Kubi 100 mingdan tushadi-da. Kubi 100 mingdan. Shunday. Agarda misol oyiga hisoblaymiz, yaxshi ishlasa nech pul topsa bo'ladi? Aka, ballar bir kunda 700 ming, 800 ming tushiryapti, 500 ming, eng kam 500 ming tushiryapti. 500 ming. Ya'ni ish cheksiz. Cheksiz. Ishlang ko'p. Cheksiz. 32 ta zakazimiz bor. Hozir o'sha mana bu yangi kelgan texnologiyalarimizda nima desam ekan sizga? Odamlar o'zi shunga urgandi. Bu Tayloq rayonida hozir bitta bor bizda. Keyin boshqa qishloqlarimizda bor. Atay mana shu rayonda bitta hozir. Ya'ni manzilimiz Samarqand viloyat, Tayloq tumanida bo'ladi. Shunday. Shu Tayloq territoriyasiga ishlaydi, to'g'rimi? Shunday. Shohimirzoning nomeri pastga bo'ladi. Kim ish qidirib yurgan bo'lsa, bu videomizni обязательно podlistga tugmasini bosib jo'natib qo'yinglar. Chunki kimdir shu ishni qidirib yuribdi-da. Shunday. Shuning uchun bu videomiz manfaatli bo'lishi uchun обязательно podlistga tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Keyin Soljon aka, bitta hozir videoni oxirida aytib qo'yayin. Videoni boshqa qo'ysangiz ham mayli. Bekorchi,
ishni bilmaydigan, apparat terish bilmaydigan, bu qanday teriladi, qanday qo'yiladi degan gap kerak emas menga. Qo'ldan keladigan specialist ustolar telefon qilsin. Staji bor. Staji bor ustolar telefon qilsin. Uyda diagnozini olay degan. Ya'ni shu ishda ichiga yurgan usta akalarimizni chaqirib qolamiz. Shunda, shunaqa. Shohmirzoning nomeri pastga batafsil ma'lumotni telefon qilib yanada so'rab olishlaring mumkin. To'g'rimi? Ko'rsatgan qilib keladi, to'g'ri. Mana hozir bu joyimizga kovlanyapti, to'g'rimi? Shunday. Mana ko'rishlaring mumkin. Hozir kovlangan joyi apalavkalar mana taxlashga tayyor holda turibdi. Yerga shu boyagida apalavkani taxlab, armirovka qilinib, mana tayyor betonga quyib beradi. Apalavkani yechadi, to'g'rimi? Shunday. Yechadi, yechadi. Sразу pulni sanab beraveradi. Sira sanalar. Aha, zo'r. Shohmirzo, kattakon rahmat. Menga ma'lumot Rahmat, uchun. sog' bo'ling. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib qolamiz. Xo'p. Soljon kimdadir arendaga olib ishlataman desam, traktorda ham apalovkani beramiz. Ya'ni arendaga ishlatsa arendaga bo'ladi. ishlataman, oyiga mana shuncha beraman deb turib kelib, realni gaplashsa, traktorda ham apalovkalarni ham arendaga beramiz. Traktorda ham apalavkani. Shunday, ha. Aha. Ya'ni biznes qilsalangan bo'lganda, to'g'rimi? Shunaqa. Aha. Kattakon rahmat, zo'r ma'lumot bo'ldi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, har doim mana shunaqa foydali videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin.